ko'rpachani gilamni rangi bilan bir xil qilib olish bu xato. Juda ko'pchilik ko'rpachani gilamni rangi bilan bir xil olish kerak deb o'ylashadi. Lekin aslida bu xato. Ko'rpacha bilan gilamni rangi bir xil bo'lganda to'shalgan ko'rpacha chiroyli ko'rinmaydi. Ming qimmat bo'lgan taqdirda ham. Va bu ko'rpacha gilam bilan bir xil bo'lganda bor yo'qligi bilinmay qoladi. O'sha uchun ko'rpacha bilan gilamni rangi sal farq qilish kerak bir-biridan. Aslida ko'rpacha tanlashga nimalarga ahamiyat berish kerak? Uyingizni rangiga, pardasiga va gilamiga moslab ko'rpacha tanlashingiz kerak. Agarda siz ko'rpacha tanlashga qiynalsangiz, uyingizga chiroyli remont qilasiz, tanlashga qiynalsangiz, udum jamoasiga uyingizni rasmini tashlab bersangiz va biz jamoamiz bilan birgalashib sizga ko'rpacha tanlashga qo'limizdan kelganicha yordam beramiz. Va bu ko'rib turgan komplektingiz kimga qiziq bo'lsa, narxlari, razmerlari kimga qiziq bo'lsa, direktga yozib qoldiring. Operatorlarimiz sizga albatta ma'lumot berishadi.